Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar, Osiyo futboli siz qadrli obunachilar e'tiboriga O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli va shoshilinch xabarlarni namoyish etishni boshlaydi. Kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'lib, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Bugungi xabarlarni boshlaymiz. Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasi va Saudiya Arabistonining Al Nassr klubi hujumchisi Ronaldo o'zining vatani Lisabonning Sporting klubiga qaytishi mumkin degan xabarlar tarqaldi. Xalqaro futbol assotsiatsiyalari federatsiya FIFA Al Nassr hujumchisi Cristiano Ronaldoning yaqin yozda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etishni istamoqda. Bu haqida Marca nashri xabar berdi. Manba ma'lumotlarga ko'ra FIFA tomonidan bunday yo'nalishda harakatlar bo'lishi mumkin. Shu bilan birgalikda Al Nassr ushbu musobaqa ishtirokchisi hisoblanmaydi. Musobaqa AQShda 15-iyundan 13-iyulgacha bo'lib o'tadi. Saudiya Arabistonidan unda Al Hilol jamoasi qatnashadi. Joriy mavsumda Ronaldo barcha musobaqalarda jami 39 ta o'yinda maydonga tushib, 33 ta gol va 4 ta golli uzatma qayd etgan. Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2025-yil yozigacha amal qiladi. Avvalroq Cristiano Ronaldo agar Al Nassr jamoasi klublar o'rtasidagi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritmasa, Ronaldo bilan xayrlashish haqidagi mishmishlarni tarqatishgan edi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Agar darvozabon to'pni 8 soniyadan ko'proq ushlab tursa, hakamlar burchak to'pini belgilaydi. Kelgusi mavsumdan boshlab to'pni 8 soniyadan ko'proq ushlab turish burchak zarbasiga sabab bo'ladi. Bu Shimoliy Irlandiyada bo'lib o'tgan yillik yig'ilishda Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashi bu qarorni bir ovozdan ma'qulladi. Bu vaqtni isrof qiluvchilar bilan yanada samarali kurashishga yordam beradi deb umid qiladi. Hozirda qoidalarga ko'ra, agar darvozabon to'pni 6 soniyadan ko'proq ushlab tursa, raqibga jarima zarbasi berilishi mumkin. Agar kechki 8 soniyadan oshsa, burchak huquqini berish innovatsiyasi kelasi yil yozda AQShda bo'lib o'tadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionatida sinovdan o'tkaziladi deb xabar bermoqda VVS kanali. Jahon chempionati 2026 ni ko'rishga 100 dan ortiq mamlakat muxlislari kelishi kutilyapti. Marhamat keling, ko'ring, ammo tugagandan keyin uyingizga qayting. Bo'lmasa Kristinom bu ishni o'z qo'liga oladi, ya'ni deport qilinasiz degan ma'noda gapirgan AQSh vitse-prezidenti. Ko'ramiz qadrli futbol muxlislari, agar AQShga muxlislik qilib qolib ketishni xohlovchi o'zbekistonliklarga eslatma, ehtiyot bo'ling, aks holda barcha orzularingiz chippakka chiqishi mumkin. Yangi bosh murabbiyi Kosmin Aliyarayu ostida Birlashgan Arab Amirligi termasi qanday o'ynaydi? Murabbiy yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ko'proq Sharjadan milliy terma jamoaga futbolchilarni jalb etishi kutilmoqda. Qadrli futbol muxlislari, mavzuni biz Samarqandning Dinamo klubiga qaratmoqchimiz. Abramov Dinamoni tarixiy rekord sari yetaklamoqda. Samarqandning Dinamo klubi 2025-yilgi Superliganing dastlabki 8 ta turida umuman yutqazmadi. Klub mavsumni qachon bunchalik uzun mag'lubiyatsiz seriya bilan boshlaganini bilasizmi? Javob 1999-yilda. Bundan 26 yil avval Samarqand deb nomlangan klub Oliy liganing dastlabki 11 turida 9 ta g'alaba va 2 ta durang qayd etgan. O'sha mavsumda ham chempionatda 16 ta klub ishtirok etgan va Samarqand mavsumni 7-chi mag'lubiyat bilan tugatgan va 5-o'rinni egallagan. Ma'lumot uchun 2000-yilda Samarqand Dinamo mavsum o'rtasida ketma-ket 8 ta uchrashuvda yutqazmagan. Agar o'tgan mavsumni ham qo'shib hisoblasak, Dinamo Superligada 9 ta o'yindan buyon yutqazilmay kelmoqda. Dinamo birinchi davradagi navbatdagi o'yinlarni Buxoro, Qizilqum, Xorazm va Bunyodkorga qarshi o'tkazadi, deydi manba Chempionat Osiyo.
Qadrli futbol muxlislari, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Keyingi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun Osiyo futboliga obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.